Videoda ko'rishdan oldin narsani aytib qo'ymoqchi edim. Bu videodan hech narsa foyda olmaysizlar, shunchaki o'yin qanaqa o'tilishi xolos. Agar foyda istamasanglar mana shundan ham ish qilyapti yoki dars qilyapti, fonga qo'yib qo'yganda qilingan video xolos. Astoydil o'tirib vaqtinglar ketkazmanglar bunga. Qisqasi, hammanglar Detroit degan o'yinda eshitgan bo'lsanglar kerak. Mana shuni o'z birinchi bor mana shu o'yinda o'ynamoqchi edim. Nimaganligi esimda ham yo'q. Detroit birami yo ikkisimi bilish uchun ChatGPTdan yozib so'rasam, mana shu biri, mana shu ikkisi yo'q ekan. Mana shu to'lig'i bittadan mana ichida ekan. Mana shu chiqargan kompaniyani boshqa o'yinlari bormikin deb qarasam, shu haligi boshidan haligi mabodo eski o'yinlariga atsilka bo'lsa bir yo'la tushunib ketaman deb eski o'yinlarini ham ko'chirgandim. Yiliga qarab sortirovka qilgan.